Adeti beliq setilib, ayılda qanday pişirib yeyishni bilmayotgan do'stlar, ma'qul usuldan foydalanib, ayılda koy yoqib yeb yiqinglar. Tam sirtlarninkidan payz bo'lib ketgandan sirt etish usulimi pek oddiy. Birlik ko'rsanglar o'rganib olalaysizlar, qiynamamiz, birlikda o'rganaylik. Ketarlik materiallarni ekranga tafsili yozib qo'ydim. Bulardan boshqa beliqning cho'ng kichikligini ailemizgilarning jan soniga qarata setib olsak bo'ldi, ha. Tozalab tayyorlab olgan beliqni dumbi tarafdan mushnadek yerib, o'zgüchilari va quyruqlarini pak kesib elayotgandan keyin tamlantirganda tamning yaxshi singib kirish uchun mushnadek pichoq uruytimiz, ha. Beliqni tamlantirish uchun ozroq so'ng piyoz, samsoq, zanjavil, tuz, oqmush, janyo beritib, bularni beliqning ikkili yuziga tayshi surtib tamlantirib 30 minut qo'yib qo'yamiz. Tamlanib tayyor bo'lgan beliqning ustiga mushnadek quruq kraxmaldan tayshi beruytimiz. Endi qozonga muvofiq moy qo'yib, moy qizigandan keyin beliqni silib, osti o'tda ikkili tarafini sarg'aytib, qizarg'icha pishirib olamiz. Endi boshqa bir qozonga yana muvofiq moy qo'yib, so'ng piyoz, samsoq, zanjavillarni silib, mizlik purqi chiqqandan keyin cho'ng ustamning beliq qo'rim tetqisidan bir bo'loq silib etamiz. Undan boshqa xogo tetqisidan azroq berib etamiz. Bunda bo'lganda ta'mi texnik yaxshi chiqadi. Bularni silib bir qo'rib to'rdarmakning mizlik purqi chiqqandan keyin muvofiq suv qo'yib, suv qaynagandan keyin tuz ta'min tashab, ichidagi to'rdarmaklarni pak suzib o'tgandan keyin yaxshi ko'rib yeydigan materiallarimizni silib, 1-2 minut qaynatib, mushnadek bir panzning tegiga tayshi yeyib, tayyor qilgan beliqni ustiga qo'yib, mush tengidimi beliqchilashqadek to'kib, beliqning ustiga azroq zira, kavavichin, qurtqan lazlardan qo'yib, shtuagan qiziq mayni ustiga to'kib bir dog'lab o'tgandan keyin lam yeyishni boshlab kelsak bo'ldi. Sirti falan pulg'ilib yemamay ayildi mushnada qo'l silib etib bir yeb yiqinglar, ta'miga kep ketmaydi. Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar yurak berib saqlab olishni unutmanglar. Xayr xo'sh.